Xullas mana qovunlar hammasi terib bo'lindi. Hozir mana Damas keldi. Bu yerda o'zi tarvuzlar ham bor ekan, endi sig'dira olamizmi? Chapana powerga ham bir nima deb qo'yinglar. Chapana powergami? Ha. Chapana power qozonda bunday qovunlab pishirolmaydi. Yangilarda qozonda bunaqa tamda To'g'ri. kelolmaydi. To'g'ri. Olib kelolmaydi. Endi shu chaqaloqlar yangi tug'ilgan paytda buni jog'ini tagi bor jog'i. Ha. O'sha joyni hidasi yog'sari bo'yni orqa tomda hidasi qanday bo'lishi kerakda. Ha. Duxuy taylaydigan odamlar shu kungacha o'sha tamni Xiddi yangi tug'ilganda o'sha qila olmaydi, to'g'ri. Yana hidikilar deyishadi. O'sha aytganlar yo yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'sha 12-15 kunlik hidasi baribir band boshlashada o'sha chaqaloq shirin bo'ladi. Keyin u xuddi yo'q bo'lib ketadi. Yangi chaqaloqlar juda ajoyib hid keladi. Lekin duxuy taylaydiganlar undan hidni taylanmas ekan. Hozirgacha tayyorlanmaydi. Demoqchimanki, mana qovunda ham misol uchun ko'z oldiga keltirish mumkin, lekin bu ta'mni ovqatda misol uchun keltira olmaysizda. To'g'ri. Taom ming xil taom tayyorlaganingizda, lekin bunaqa ta'mni, bunaqa mazani qozonda tayyorlab bo'lmaydi. Bu tabiiy. To'g'ri. Tabiiy. Lekin gap yo'q. Barakasini bersin. Bu yerda musoxonaga nechta deb o'ylaysiz? Примерно. To'rtta bormi? Ustida o'sho'roq bor. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Yo'q, biz ancha oldik ham bu yerda. Asli bir 400 ta oldi, biz ham где-то ancha oldikda. To'g'ri musoxonaga? To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Marhamat, salomatmisizlar. Chapana powerni ham qo'llab turinglar. Ajoyib ovqatlar qilish boshlaymiz. Ha, planlar qildik. Oxunib bilan Xudo xolasa boshlaymiz inshaalloh. Tarozlar yo'qoldi, уже boshlanadi.